Assalomu alaykum akvarium baliqchibozlari, Ismoil akvariumlar kanaliga xush kelibsizlar. Bugun 4-aprel 4dan 51 minut o'tibdi. Xona harorati 25-8-62% namlik. Bugun kunduz kuni 11da svetimizni o'chib, soat 1da kelgan. Balularni ertalab tushib ovqatlantirishga ulgurmadim. Ba'zi bir sabablarga ko'ra kechroq tushib ovqatlantiraman dedim. Yana bitta sababi shanba kuni kechroq ovqatlantiraman. Chunki yakshanba kuni balular och qoladigan kuni, malyokladan tashqari katta balular hammasi och qoldiriladigan kun yakshanba. O'shaning uchun ovqat berishga ulgurmadim. Endi bilmadim. Balki bugun ovqat bermasman-da, endi ertaga beramanmi. Xullas, balularga nima qildi shuncha vaqt ichida 11dan soat 3gacha svet bo'lmadi. Balular menda endi podvol bo'lganning hisobiga qop-qorong'i bo'ladi. Balular suzmaydi, uxlaydi deyarli. Qop-qorong'i bo'lgandan keyin, ortiqcha suzmagandan keyin, harakat qilmagandan keyin kislorod ham ishlatmaydi. Shuning uchun balularim menda 12 soatdan svet bo'lmagan paytlari miqqam etmagan. Faqat bitta narsa bo'lishi mumkin. Hech qaysi akvariumni kuzatmayapman. O'sha bo'lishi mumkin narsani. Bitta mana shu akvariumda suvi xiralashib qopti. Balular yomon tipirchilayotdi tushganimda. Bugun bitta joyga balu chiqarib olishim kerak edi. Telefonni chirog'ida o'sha balularni tutib chiqarayotgan paytimda bu akvariumda balular yomon tipirchilab tashladi. Men gubkadan tushirib olishgan ekan. Xullas, mana shu suvi akvariumni xiralashib qopti. Qo'yan hammasiniki yaxshi, xudo xolasa balularning o'zi ham yaxshi. Hozirgina Artemiya suzib oldim. Yangi mana zapravka ham qilib qo'ydim. Balularning qorni to'q, malyoklarning hammasini qorni to'yg'izib qo'ydim. Endi hozir katta balularni boqishdan oldin ishlarim ko'p, qolib ketayotgan narsalar. Ya'ni evrikalardan ikralarni tekshirib chiqish kerak. Ko'ryapsizlar, 4 ta evrika, 5 ta evrikada hozir ikra bor. Ba'zi birlari ancha oldin qo'ygan. Uji maylok ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari mana 2 ta savatda yana evrika yuribdi. Mana Artemiyasi ham bor, mana ko'ryapsizlar. Mana 3 Artemiya suzib yuribdi savatchaning ichida. Xo'p, bularni ikralarni tekshirib qo'yishim kerak. Undan tashqari bunalarni ana kuni ko'rsatgan edim. Hammasini og'zi ishib yotibdi-da. Kobe, Kimpomer Red, ana yana bitta Kobe Yellow. Xullas, ana Kimpomer Red hammasi hamki og'zi ishib yotibdi. Mana. Xudo xolasa bularni hozir ikrasini olishim kerak. Xo'p, qilinadigan ishlar ko'p, ulgurmay qolman. Uyimda ustida ishlayapti. Endi xabaringlar bo'lsa, o'shani hisobiga ko'p narsaga ulgurmayapman. Xo'p, katangalarimni ani katta akvariumdan chochganimdan keyin bu yoqqa ham bitta oila katanga qilib qo'ydim. Mana samets, 2 ta samets, 5 tami, 4 tami samka biz tashlashyapti. Hamda bu yoqqa ham qo'ydim. Bitta narsaga ahamiyat berdim. Anaqalarim 5 colorli tinmay ishlayotdi. Birdaniga ishlamay qo'ydi. Katangalarni shu narsasi bor. Uchinchi baluni ishlattirmaydi. Endi bu yerdan katangalarni olib tashlashim kerak. Bu yoqqa endi ko'chirib qo'yaman, majburman, boshqa joy yo'q. 5 colorlarim yo'qmasam ishlamay qoldi, to'xtab qoldi ishlashi. Xo'p, endi ishga kirishamiz. Endi osonroqdan boshlaylik. Asr vaqti ham bo'lib qopti. Tez qolish kerak. Hozir asrdan keyin qarabsizlarki kun botadi, ustalarga ovqat berish kerak. Balular bilan yana ish qolib ketadi. Xullas kalom boshlaydik. Hozir mayli. Bismillah. Krishkani ochamiz. Krishkalarni yuvishga vaqt yo'q. Hammasi chang bo'lib ketdi. Shunaqa g'ashimga tegayapti o'zimni.
Hop, savatni tegi teshuvligi menda bor. Har xil savatni ishlatib ko'rganman, ishoninglar. Eng zo'r savat mana shu ikkita yonida teshuvli mana shu qilganim men uchun eng zo'ri. Ko'ryapsizlar? Baliqlarni umuman shikantlantirmasdan shuni olib qo'yapman mana. Evrika mayluklar. Ichida ovqati bilan olyapman mana. Ko'ryapsizlar? Mana keyingisi yana. Bu ham shu evrikani mayluklari. Shundan suvini ortiqchasini to'kaman. Bo'ldi. Mana. Buni olaman, qo'yaman. Hozir teshuv bo'lganda bunaqa olib qo'ya olmasdim. Endi bemalol mana bitta samkalarni tutib, o'tlarni surib, mana bu anubiusni ekib qo'yishim kerak, anu idishchasiga, ya'ni keramikachaga tiqib qo'yishim kerak. Xullas shu mana oson. Mana shu savat nimaga qulayligi mana. Baliqlar yurib turadi. Yo'da samkalarni ikralarini tekshirib olib, yana joyiga qaytib qo'yib qo'yaman. Xudo xolisa. Sachovlarning har xili bor. Sachov to'g'risida ma'lumot yetib ketaman. Mana bunaqa buralgani bo'ladi. Bunaqa buralgani bo'ladi, simli bo'ladi. Meni fikrim bo'yicha simli baliqni tutganda katta akvariumda, katta sachovda bosim kuchli bo'ladi, yurg'izganda mana o'ramaliklar teshib ketaveradi. Shuni hisobiga mana bunaqa simli menga qulay, qattiq riski ani yurg'izganda ham uncha-munchaga qiyshaymaydi. Qiyshayadi, ozgina buklanadi, undan to'g'rilab qo'yiladi. Mana bunaqa to'qilganliklar, o'ralganliklar ichida simi yumshoq bo'lsa kerak, juda ham va shu bukilib ham ketadi. Undan yurg'izganning o'zida yurmay ham qoladi, ya'ni bukilib qoladi, bo'ldi. Xudo xolisa, aytgancha tog'orachaga suv olib qo'yish kerak. Xabaringlar bor. Tog'orachaga suv olib qo'yiladi. Shu tog'orachaga bittasi samkalar uchun kirib bergan samkalar uchun bo'ladi. Bittasi tog'orachada suv, bittasi tayyor mayluklarni to'kish uchun, uchinchisi ekstrenniy suvchiga deyiladi. Mabodo ani og'izda ikrali samka ikrasini sachok ichiga tuflab olganda, ani tutgan payti o'sha ikralarni endi qaytib olmaydi og'ziga. Stressga tushgandan keyin qaytib olmaydi. O'sha paytda o'sha tog'orachaga to'kib olinadi. Tog'orachadan keyin inkubatorga joylanadi. Xudo xolisa. Mana shu tog'oracha suv. Endi tutamiz. Oldingi ikkita videoyim xabaringlar bo'lsa, ani katta akvarium Tanganikani suvini almashtirishdan tashqari ikkita katta videoyim bitta kadrda olingan edi. Bir-biriga ulanmagan, ani o'tda olib turing. Hop, bismillah deb boshlaymiz. Mashinani ham yoqib surib qo'yamiz-da. Ketdi. Hozir yana buni bitta kadrda qila olaymanmi? Yo'qmi, bitta qo'lda bilasizlar, telefonni olamanmi? Mana bu yoqqa. Baliq ko'p bo'lsa, ajratish qiyin bo'ladi, ko'z ham chalkashib ketadi. Hop, ikkita tushib qoldi, bittasi bittasini og'ziga kirib bor edi. Bittasi yo'q. Mana og'izga kirar ekan buni. Kirali samkani qo'yib turamiz. Bu ham birasi bormi? U kishi adashmasam boshda sanab oldim 5 ta edi. Bu yo'q ekan bunda. 5 ta samka kira bilan yuruvdi, bittasini tutdik. Bunda ikira ekan, uni tegmaymiz. Inkubatsiyani davom ettirsin. Mana buni og'zi yomon ishib yotgan ekan. Mana bu samkani xudo xolasa ham yo'qotib qo'ydim. Ekranga qaramayapman, kameraga to'g'rirog'i nima videoga otganimni ko'rmayapman endi. Qo'ldan kelgancha. Hop. Shu akvarium rebrosi bo'lmasa ham minus joyi bor. Akvarium
Balu chiqib ketishi mumkin sakrasa. Sherebrosi yo'liga ham shunaqa bu yaxshi emas. Qani, bismillah. Hop, og'zini ochamiz. Qorni so'rilmagan, lekin ana ko'zlari ko'rinyapti. Sizga ko'rinyapti? Chiqib ketilyapti, chiqib ketdi ham shekilli. Qani, bismillah. Bir xil yozadi, bolasini qanaqa oladi, qanaqa ko'paytiriladi. Yo'q. Baraka topkurlar. Kanalimda juda ham videolar ko'p bunaqa ikrasini olishim to'g'risida. Qanaqa tayyor bo'ladi, qanaqasini olaman, nima qilaman. O't uyda tushuntirganlarim bor. Qorni yaxshi so'rilmagan ekan, bu bo'veradi. Xo'p, o't uyda shu videolar juda ham ko'p. Kanalimda o'z videolar ko'payib ketdi. U videolarni-chi boshidan oxirigacha bitta ko'rib chiqish kerak-da. Shuncha videolarni nima qayta yana har bir odamga tushuntirishni olmaganman u. Lichkam yozishadi, kommentariyada yozishadi, mana qanaqa bo'ladi, u qanaqa bo'ladi. Hamma aytilgan narsalarim tam eng qiziqarlisi, men sizni obunachingizman-da, hamma videolaringizni ko'raman-da. U to'g'risi bilmadim, necha marta gapirganman o'sha videolarim orasida. O'sha savolni, o'sha aytilgan narsani yana savol beradi ba'zi birlar. O'shaning uchun endi o'zlariga yetmayman o'sha so'ragan odamlarni. Hop, mana bu ham ikra ekan, mana ko'rdingmi? Buni o'zida qoldiramiz ikrasini. O'zlariga aytmayman, bu narsani aytganman men bu videoda yo deb. O'sha o'zim ham aniq bilmayman endi qaysi videoda aytganimni. Xullas shunaqa. Iltimos videolarda hamma narsani tushuntirganman. Ko'ringlar, hamma narsa bor o'sha yerda, nima desa bo'ladi. Menga ham telefonimga ancha odam yozadi-da. Kunim telefonga qarashini o'tib ketyapti, gap ochig'i. O'shanga savol bersanglar, bundoq tuzukroq savol bo'lsa, individualniy, masalan, akvarium mana bunaqa litrda, mana bunaqa ahvolda bo'lib qoldi, yoki baluli kasal bo'lib qoldi. Aytganlaringizni qiluvdim, bo'lmadi. Mana bunaqa nima qilsa bo'ladi deb so'ralsa, o'shanda yordam berishim mumkin. Lekin o'zi o'rgatgan narsamni qayta yana o'rgatish to'g'risi menga ham anaqada, oson emas, gap ochig'i. Meni ham vaqtim qadrli o'zimga. Ba'zi bir savollar bor, juda ham oson savollar. Qumli to'g'risida so'rashadimi, akvarium to'g'risida so'rashadimi? Akvarium shundan so'rash kerak. Qumni shundan Google'danmi, ChatGPTdan so'raylar. Baraka topkurlar, arzimagan narsa-ku, o'zingizlarga yoqqan narsani ishlatasizlar akvariumingizlarga. Ba'zi birlar bor, savol beradi-da. Na rahmat deydi, na xayr deydi. Xullas, endi o'sha odamlarga o'sha 3-4 martalab yozishadi, javob qaytaraman. Keyin savol tug'ilib qolgan paytda, savol paydo bo'lib qolgan paytda keyin savol beradi yana-da. Javob beraman, yana rahmat ham demaydi javob berganimga. Keyin vaqtimni ketqizib. Xullas, endi o'sha odamlarni bilaman, o'zi ham bilsa kerak, endi o'shalarga javob bermayman. Nechinchi marta bitta odam bor, o'sha nechinchi marta javob beraman, na rahmatni biladi. Bir xillar baraka topsin. Shunchalik vaqtingizni ajratib javob berganingizga rahmat, ishim bitdi, baraka toping deb javob qaytarishadi, ishlari bitgandan keyin ham. Men to'g'risi juda ko'p odamlarni muammosini hal qilganman. Lekin bu narsani ular menga video otziv tashlab berishadi. Bu narsalarni hech qaysini sizlarga ko'rsatmaganman. Chunki ko'rsatadigan boshqa narsalar ham bor. Hammada o'ziga yarasha individual muammolar paydo bo'ladi. Xo'p. Sizlarga gapirib 5 ta samkani tutdim. Boshqa ikrali samka qolmadi. Ko'rmayapman boshqa. 5 tadan 2 tasini ikrasi qoldi. 3 tasini mana bolalarini oldim. Bittasi o'sha malyok qorni so'rilib bo'lgan, mana suzib yuribdi. 2 tasida mana bunaqa qornli lichinka chiqdi. Lichinka deyiladi. Hop, bu 5 tani
Endi joyiga qaytaramiz. Sezasizlarmi? Kadr uzmasdan endi videolar qolmaslik uchun ana kamera o'chirib turib orada nima qildi, nima qo'ydi demaysizlar-da. Mana kamerani o'chirmasdan bittada olma. Faqat mana suvlarni chakillab oqishi akvariumlarimga yoqmaydi. Men boshqatdan artib chiqaman endi. Xo'p, buni qo'ydik. Hop. O'lib qo'yani bor ekan. Hop, qaranglar-da, mana bu razmeri bunga yaqin bo'lib qopti. Bularni qo'shib yuboraman. Mana buni savati kattaroq ekan. Buni savatiga qo'shib yuboraman. Undan oldin mana savatining ichida endi ovqat ham yuribdi, axlat ham yuribdi. Ya'ni so'rilib ketar, cho'ktirib oldim. Qani, bismillah. Ularni ularga qo'shib yuboraman-da. O'zi kattaroq savatga ko'chirishim kerak. Hozir katta savatim tayyori yo'q. Mana qo'shib yuboraman, ko'rasizlar. Mana. Bularni yeb qo'ymaydi, bularni yeb qo'ymaydi. Hozir men bu savatni tozalab, ichida ma'mulani bu yoqqa ko'chirib qo'yaman. Endi hozir buni ko'chaga chiqib yuvishim kerak. Bu yerda rakvinam yo'q. O'shaning uchun menimcha tushunarli bo'ldi. Men buni hozir tozalayman-da. Bularni buni ichiga to'kib, mana shu yerda suzib yuraveradi. Xudo xolasa. Buni hal qildi. Endi kadrni uzib turamiz. Hop, men bu qumlarni surib oldim. Yaxshilab ko'tarib oldim, xudo xolasa. Keyin nima qildim? Men bu kichkina idishlarni, men kattaroq idish topildi, bunga ko'chirdim. Keyin men yangi suzib yurganlarni bularga qo'shmoqchiman. Sababi men bu qorni borlarni bular qornini cho'qib yeb tashlashi mumkin. Bular chunki ovqat yeyish kerak o'zi. Ovqat qidirib, qorni ochib, men bilan cho'qib tashlaydi. Bular bekor o'lib ketadi. O'shanga bularga qo'shaman. Bular hali mayda. O'shani hisobiga bular ham bularni yeb qo'ymaydi. Birga o'sib razmer bir xil bo'ladi bu idishda. Bu idishda bir xil bo'lgandan keyin qaysidir boksda joy bo'shaganda darrov keyin ko'chirib olamiz. Xudo xolasa. Keyin xudo xolama mana bu katta bokslari, mamlari, teshiklari kichkina bo'lganiga, undan tashqari mana bunaqa yopishtiradigan narsasi termikli qotib qoladigan hisobiga keyin termikligini ham mana Tayvanniki bor, keyin yana qanaqasi bor, mesnilami. O'sha Tayvanniki yaxshi elastikniy bo'ladi. Mana bunaqa plastmas narsalarga o'zi любой narsaga yaxshi yopishadi ular. Men bilmayman qanaqasi tushib qo'yamanga. Xullas bular yaxshi yopishmadi, mana ko'chib ketyapti mana. Mana. Xullas silikon aralashtirib yopishtirishim kerak. Buni ham teshikni katta qilib silikon aralashtirib to'rtta chetda termikli yopishtirib qo'ysam normalniy bo'lib ketadi. Hop. Bitta qo'lda olish qiyin. Mana katta idishga ko'chirdim. Akvarium ichida idishlar hamma idish bo'lib ketdi. Idish bidish deydi-yu. Xullas. Ish ko'p. To'g'risini aytganda, nimadan boshlab, nimadan tugatish odam bilmayapti, bor-ku. O'zi og'zimdan ham bilinayotgandir, o'zimga ham bilinyapti. Charchoq borga o'xshaydi. Hech narsa odam ulgurmayotganda, vaqtdan ham, hamma narsadan baraka ketib qo'yadi. O'shanga odam bosh qotib qoladi. Qaysi birini nima qilishni bilmay qolyapti odam. Mana xudo xolasi bilan joylab qo'ydim. Mana bular ham joylashib olishdi mana. Yangi tug'ilganlar bilan bir hafta oldingi tug'ilgan, 10 kun oldin tug'ilganlar. Mana tug'ilganlar emas, to'g'rirog'i o'sha maluk bo'lgan. Lichinka emas, mana joylashtirib qo'ydim. Xudo xolasa, hozir ovqatlantirgandim, sveji suzilgan artemiya bilan, sveji tuxumdan chiqqan artemiya bilan ovqatlantirgandim mana. Bu akvariumni mana xudo xolasa hal qildi. Endi
Bunalarga o'tamiz. O'txo'r baliqlarga. Shu ko'bini yaxshi ko'raman men. Chiroyli baliq. Samkalari ham hozir ishiyotib tayyor baliq bilan qora deb turibdi og'zini. Mana buni qaranglar, вообще. Ship tomonlar chiqib tayyor maluk chiqqan. Ana tepadan olib tushgan ko'bi mana. Bezgar bu, sapsariq bo'lib qopti boshi. O'sha yerda ishlagan edi, lekin bu hali unaqa adazdagi sariq emas, ko'rdinglar. Sapsariq bo'ladi. O'sha otasinikidek. Xudo xolasa, endi bularni tomini ochamiz, kirishgani uychalarni olib turib, baliqlarni birma-ketin tutamiz. Hop, yellovlardan bitta dona samkada ikra bor ekan, menimcha endi ikra olgan, maluk emas. Hop. Buni ham qadr uzmasdan qilib tursa bo'ladi. Aytgancha. Har gal kadr uzardim. Endi video qisqaroq bo'lsin dedim. Shunda ham bilasizlar, videolarim vaqti cho'zilib ketadi. Bitta qo'lda menga oson emas. Bitta chelak. Ikkita chelak. Hop. To'g'richalar. Keyin bular bu bunalar stressga tushadigan baliq emas. Aluna karaga o'xshab ikrasini tuflab olmaydi bular. Dilshilni tuflab olishi mumkin. Aluna karaga tuflab olishi mumkin. Lekin bular umuman tuflamaydi. Birma-ketin dekoratsiyalarni olamiz. Bismillah. Hamma hovlida ham chang to'zon. Endi suvochilarni bilasizlar, qum bilan ishlaydi, sement, qum. Xudo xolasa qurilishli bitsa, rohatda o'tiramiz inshaalloh. Mana olamiz. Bularni olmasam samkalarni topa olmayman. Bekim olsa ko'rmayman haqqa bekim olganini. Misol uchun men teshik kirib olsa ham bo'ladi, men bilmayman borligini ham. Shuning uchun bularni olib turaman. Hop. Yaqin kattaroq tog'orachi kerak. Samkalari ko'proq. Boshqalarni tutib ikrasini tekshirgunimcha nafasi bo'g'ilib qolish kerak emas. Shuni hisobiga hop, tayinlaymiz. Tog'orachani prozrachniksini tayinlaymiz. Prozrachnik tog'ora bilasizlar, ikra mabodo chiqib qolsa oqarganini ajratish oson. Qizil ikra bilan oqarganini musurga atxotda endi otib yuboriladi. Tenga qora narsa qo'ysanglar, shu oqargani sразу ajralib qoladi. O'sha narsani etganman. Hop. Bu yoqqa baliq ikra to'kamiz, maluk bu yoqqa mamashalarni solamiz. Hop, qo'l bo'lib ketdi. Ikranni to'sib qo'ymasam bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani boshladik. Hop. Mana shu ikraga kirgan baliqlar bor, onalar. Yomon shu suri bo'ladi, shunaqa bekinib qo'yadi. Juda tutish qiyin bo'ladi, bor. Yomon. Bu narsa lekin boshqa aluna karalarda ham bor. Mana shu narsa boshqacha qochadi, lekin bor, oz ikra bo'lsa o'zini ham, naslini ham himoya qiladi. Ana tushdi. Bitta kadrda olimiz oldi. Shov olib keyin kirasini otganimni ko'rsardim. Mana endi bittada bo'lyapti. Buni og'zini qarayman. Tayyor baliq.
Bismillah. Chiqinglar. Tayyor baluli chiqyapti. Kimpumaret bu. Og'zini qaranglar, tishlarini. Manaqa o'xshaydi. To'tini og'ziga o'xshaydi. Papugaya. Chiqaqa. Katta baliq bo'lib ketibdi og'zida ham. Bechora ona qachondan beri ovqat yemaydi mana bularni. Himoya qilaman deb, voyaga yetkazaman deb. Chiroyli lekin. Bu nalarni shunisi yaxshi-da, samkalari ham chiroyli bo'ladi-da. Mana qip-qizil tepalari. Bitta hozir necha kun yemay yurganda shunaqa ranglari. Yaxshi. Bu ovqat yeb yursa ekan, erkakka o'xshab choyxona har kuni chipslar va yana bor ekan. Har kuni chipslar yana bor ekan hali. Voy. Hadi. Yana bor ekan hali. Yana bor ekan. Mashalloh. Chiqar endi. Qiynamaysan, o'zing chiqargan. Bo'lib bu yoqqa mazza qilasan, zo'r ovqatlab beraman. Buni og'izda olib yurishi endi bu tabiat, bu men majburlamayman. Tabiat qonuni, tabiatda ham xuddi shunaqa olib yuradi bular. Men hech kim zo'rlab og'ziga tiqib qo'ymaydi kirasini. Shuning uchun ovqat yemay yurgani instinkt. Bular o'zi maylok bo'lib kelgan, ota-onasi bo'lmagan bu yerda. Hech kim o'rgatmagan. O'zi mana bilib og'izda olib yuradi. Bu instinkt deyiladi. Bitta maylok qolib ketdi, og'izda chiqmayapti. Xullas video juda cho'zilib ketdi, endi to'xtatib turmasam bo'lmaydi. Narigilarni tez ko'p aniq qilmasam vaqtim ketib qoladi. Xo'p. Mashti balularni bitta yellow ito qo'yib yubordim hozir. Ikrada ekan. 3 ta yellowda malok oldim. Ularni uchalani ichida bekinib yurganmi, og'izda uje maloklar qopda ham bo'lib ketib, qorni ham kirib ketibdi bittasini bechorani bor, uje qanchasini bilmasdan tuflab yuborgan, o'zi ham ozib ketibdi. 4 ta King Pumaretdan bittasida ikra qoldi, mana bunday shekilli, 3 tasidan malok oldim. Snejinkani bittasida ikra, bittasida lichinka olindi, qorni mana bunaqa hali bor. Kobedan bittasida ikra, ikkitasida malok oldim. Mana boylik deydi-yu. Mana boylik. Mayli, barakasini bersin. Misol uchun men bu yellow stejinkalarni to'g'risini aytganda men ko'paytirsam foyda yo'q. Chunki o'zim 15 ming so'mdan sotib o'tirman shu paytgacha. Mana u deyarli qolmadi ham. 3-4-5 sm 15 mingdan sotyapman. Buni ham stejinkani ham shunchaki o'zim yoqadi shu balushani ko'paytiraman. Demasonni so'ramaydi, sotilmaydi. Xo'p. Mana bu bolalari. Bularni endi ajratamiz. Jonivar to'g'richa ham yo'q, to'g'richani srучный порядкен termiklarda remont qilmasa bo'lmaydi. Silikon qilib o'tirmaymiz endi. Yoki qattandir to'g'richa srучный bo'shatish kerak. Mana bu orxideya bor edi, orxideyani ochib yuboramiz mashtiga yoki bu yoqqa qo'yib yuboramizmi? Srочный to'g'richa kerak. Xullas, shunaqa gaplar. Endi mayloklar bilan anaqalarni alohida qilib ajratamiz. Xudo xolisa, lichinkalarni. Mana bularni idishchaga ko'chirib oldim. Mana bu
eski savatimdan tegi teshuvligi bor edi. Tegida faqat chetlariga teshganman. To'rtta chetiga yonlarida mana hamma yog'i yonlari hamma yog'i teshuv. Shularni ichiga joyladim mana. Bir tali maluk. Ko'p juda ham. Allohga shukr. Yaxshi. Endi bular yonida, tagida baluli kelganda bular kichkina-ku, cho'qqisa o'ldira olmaydi ana ularni. Katta balu yursa, bunaqa teshuvliklarda yoniga kelib bitta cho'qiganning o'zida ana ichidagi malukni so'rib oladi bu yoqqa. Maluk yumshoq bo'lganining hisobiga ular suvni davleniya bilan tortganning hisobiga katta balu mana shu teshuvdan so'rib olardi. Kichkina ninani uchidagi teshuvdan 3 baravar, 4 baravar mana shu teshuvdan katta malukni katta balu so'rib oladi. Ayniqsa tegidan yonlariga kelgan taqdirda yonidan ham so'rib oladi katta balu. O'shancha katta balularga ishlatmay qo'yganman. Bunaqa teshuvli savatlarni faqat mana bunaqani ishlataman, chunki balu yoniga kamdan kam keladi. Kelib qolishi mumkin bitta ikkitasi adashib, lekin asosan mana yonlariga tegi kelgan hisobiga mana bu savat yaxshiroq chetida teshuvli. Xo'p, men krugovoy teshuv tegida teshuvlikda maluklarim kamayib ketardi. O'sha kuzatib o'tirganimda o'sha vaqt qancha vaqt davomida kuzatgan bo'lsam, bu savatda balular, katta balular cho'qib maluklarni kamaytirib yuborar ekan. O'shaning uchun men bu savat yaxshi deyman. O'zingizlar ko'rdinglar men bularni. Bu yoqqa olganda ham, qo'yib turganda ham oson. Bo'ldi, xudo xolasa, bularni hozir narsalarni joylab qo'yaman, oynalarni artib tozalab, qumlarni surib qo'yaman. Shu bilan bugungi videomizda tamom bo'ldi. Xudo xolasa videolarni ketin uzmasligiga harakat qilaman. Bugun bilmadim, charchaganmanmi, настроение yo'qmi. Men o'zi bugun planim boshqacha edi. Svet kuni bilan svet bo'lmagani hisobiga, kuni bilan emas, endi 11 dan 3 gacha ham kam emas. O'shanga ozgina qanaqadir planlarim buzilib qoldi. Mayli, rahmat e'tiboringiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertaga yana video qilib joylashga harakat qilaman. Ungacha o'zingizlar ehtiyot qilinglar.